insoniyat suv tanqisligi, muzliklarning erishi, cho'llanish va boshqa ko'plab ekstremal ob-havo hodisalariga duch kelmoqda. Mana shunday muammolar yechimini birgalikda hal etish borasida Ostona shahrida o'tkazilayotgan mintaqaviy ekologik summit katta bir platforma sifatida maydonga chiqdi. Biz Expo markazida O'zbekiston pavilyonidamiz. Bu yerda ko'plab loyihalar taklif etilgan. G'ayrat aka, keling, O'zbekiston tomonidan ekologik muammolarga yechim sifatida qanday loyihalar taqdim etilyapti? Bugungi mintaqadagi dolzarb masalalar katta muammolarni keltirib chiqaryapti. Shularning yechimi sifatida O'zbekiston ham o'zini takliflari bilan ishtirok etyapti. Ayniqsa prezidentimiz tomonidan juda ko'p takliflar bo'ldi. Ko'radigan bo'lsak, har xil holatdagi bugun ekotizimni tasvirlab berilgan. Mana Orolimizni qurilishi bo'yicha bo'layotgan holatlar, bugun bilasiz bu holat qancha darajada bo'layapti va unda olib borayotgan tizimni qaysi darajada olib borayotganligi. Bo'lmasa grafitlar orqali suv tanqis sho'r joylarda grafitda Xitoy metodi asosida ekiladigan daraxtlarni ekish metodikasi bu hali O'zbekiston faqat O'zbekistonda boshlangan. Shaxsan prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshayotgan yangi loyihalar, yaqinda qarorga ham qo'l qo'yib berganlar shu masalalar bo'yicha. Shaharlarni ko'kalamzorlashtirish masalasi va bu yerda ko'kalamzorlashtirishda hozir qurilayotgan domlar, yashil shaharlar loyihasida va yashil shaharlar loyihasining 30% ni quriladigan maydonlarni 30% kam deganda 30% ko'kalamzorlashtirish kerak. Yashillik maydonlari egallashi kerak degan masala qo'yilgan va parklarni tasvirlash, dendra parklarni tashkil qilish bo'yicha ham loyihalarimiz bor. Xabarlaringiz Toshkent shahrida o'zlari yashil makonga start berdilar va bu start berganda Dendra parkni birinchi bosqichini boshlab berdilar. Qaysi jihatlari bilan ahamiyatli? Dendra park bu asosan ilmiy jihatdan bolalarga o'quv masalasi sifatida yondashiladi. Xabaringiz bor, bizda Green universitet tashkil qilingan, yashil universitet va bu yerda o'qiydigan bolalarga shu qanaqa daraxtlar, qaysi turdagi daraxtlarni o'rgatish va ulardan urug'liklar paydo qilish, boshqa davlatlarni bu yerda 5 ta mamlakatlar daraxtlar joylashtirilgan va ulardan olinadigan urug'lardan ko'paytirish maqsadida yana o'rganish olib boriladi. Ko'rgazma ishtirokchilarida ushbu loyiha qanday taassurot qoldiryapti? Bu ko'rgazma ishtirokchilari uchun hamma juda qiziqish bilan so'rayapti. Bu yerdagi parklar masalasidagi dendra parklarni O'zbekistonda eng katta masalasi yashil makon degan loyihani olib borayotganlar. Dendra parklar prezident qarorlari bilan Toshkentda boshlangan va har bitta viloyat markazida dendra parklar tashkil etiladi. Orol muammolariga qarshi kurashish borasidagi loyihalarni qarshitamiz. O'zingizga ma'lum, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2 million gektardan ortiq yashil hududlar barpo etildi. Bu amaliy loyihalar, to'g'rimi? Bugun agar biza o'sha cho'l tomonlaridagi Orol qismimizni himoya vositalarini amalga oshirmasak, biz ekotizimni saqlab bilmaymiz. Bu uchun o'sha sho'rlanishlarni, cho'llanishni oldini olish, chang to'zonlarni oldini olish, tuzlarni ko'chib kelishini saqlab qolish uchun biz asosan Oroldagi qurib ketayotgan zonasini to'xtatish masalasida faqat saksovulzorlar barpo etish bilan amalga oshirilyapti. Bu yilida 200 ming gektar barpo etilyapti. Va hozir ta'kidlab o'tganingizdek, haqiqatan ham bugungi kunda 2 millionga yaqin mana bugungi Orolni yashil qoplamalar bilan qoplanib bo'lindi. Bu asosiy ekotizimimizni saqlashga yordam beradigan tizim bo'lib qoladi. O'rta Osiyo mamlakatlari uchun ham bu juda muhim ahamiyatga ega. Bular ham mana shu bizning qumlarimizni holatidan kelib chiqib, qanday saksovulzorlarni barpo qilish va qalqonlarni barpo qilish bo'yicha o'zlarini qiziqishlarini bildirishyapti va birgalikda loyihalarni qilish bo'yicha ishlar olib boryapti. G'ayratiga e'tibor bersak, aynan o'sha ko'rgazma ishtirokchilari uchun aniq tasavvur bo'lishi, mana o'simliklarni ham, aynan o'sha hududdan qumlar ham keltirilgan, to'g'rimi? Bu ham tasavvur uyg'otadi. Juda to'g'ri aytdingiz. Hozir e'tibor qaratsak, monitorda ham eshitish mumkin, to'g'rimi? Har bir jarayonni. Mumkin bugungi mana cho'ldagi holatni, Oroldagi shubni o'sha hozirgi holatni qanaqa shamol bo'layotganini eshitishingiz mumkin. Quloqingizga taqib buni o'zi eshitishingiz mumkin. Shu holat tasavvurga ega bo'lasiz. Orolning holatida bo'layotganini tasavvur qilasiz. Va mana shu yerdagi saksovulzorlarni mana ko'rib o'tiribsiz. Mana qoplamalar bu haqiqiy o'sha 2 million gektar o'sha barpo qilingan nimalar. Bu tuproqlarni ko'chishini, tuzlarni ko'chishini saqlab beradigan qoplamalar barpo qilingan. G'ayrat aka, hozir e'tibor berdik, quloqchini orqali aynan o'sha muhitga his qilib va aynan mana bu holatni ko'rish insonni qaysidir ma'noda o'sha Orol hududida bir hamnafas bo'lishga va aynan muammoni his qilishga bir turtki berar ekanda. Va har xil loyihalar asosida pul ajratishga, grantlar taklif qilishga imkoniyat bo'ladi. Chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha loyihalarimiz bor. Mana Samarqandda yangi barpo Xitoyliklar tomonidan barpo qilinadigan
chiqindilarni qayta ishlash zavodi quriladi. Bu qaysi jihati bilan ahamiyatli? Shaharlarda barpo qilinadigan yagona zavodlardan biri bo'ladi. Ekologik loyiha. Buni investor sifatida xitoyliklar tashkil qilib berishyapti. 150 million dollarlik chiqindini qayta ishlash zavodi hisoblanadi. Samarqandda bu pilot loyihalar amalga oshirilgandan keyin barcha viloyatlarimizda ham chiqindilarni qayta ishlash zavodlari barpo etib boriladi. Toza havo degan ikkinchi prezidentimiz topshiriqlari bor edi. Toza havoni ta'minlash uchun qilinadigan imkoniyatlarimizdan yana bittasi shu. Yana biz O'zbekistonning o'ziga xos tabiati haqida ham ushbu ko'rgazma ishtirokchilariga bir ma'lumot berish imkoniyatiga egamizmi? Albatta, mana shu yashil makon to'g'risidagi mana nimalarimiz bor, ko'rsatyapmiz va qayerda qaysi daraxtlar ekilgani va bugun o'sha milliy bog'larni barpo qilish bo'yicha prezidentimiz topshiriqlari bo'ldi. Yangi yana 3 ta milliy bog'lar. Bugun o'sha muhofaza etuvchi tabiiy hududlar maydoni kengaytirib borilyapti O'zbekistonda. Bu ham bo'lgan ekologiyaga bo'lgan talabni oshayotganidan dalolat beradi. Muhofaza etuvchi tabiiy hududlarni ko'paytirsak, saqlasak tabiatni o'zimizda, keyingi avlod uchun qoladigan bir kelajakda qoladigan nima bo'ladi va boshqa mintaqalar ham birgalikda buni amalga oshirishni birgalashsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslarni ommalashida va mintaqadagi ekologik muhitni shakllantirishda bugungi ekologik sammitni qanday baholaysiz mutaxassis sifatida? Yangi texnologiyalarni ko'ramiz bu yerda. Har bitta davlat o'zida chiqarayotgan texnologiyasini bu yerga kelib ko'rgazmasini tashkil qiladi va toza havo uchun filtrlar qo'yiladigan qanaqa filtrlar bugun bor yoki suvni tozalaydigan inshootlarning yangi tipidagisini yoki o'simlik qoplamasini qaysi tipda qilinishi to'g'risida ular qanaqa ish olib borayotgani to'g'risida bir-biriga ma'lumot almashadi va o'shani jalb etish imkoniyatlari bo'ladi. Va birgalikda shuni boshqa davlatlar ham o'zaro fikr almashishadi. Bu pavilyon qachongacha o'z ishini, faoliyatini olib boradi? 22-23-24 aprel kunlari davom etadi va 3 kun davomida juda ko'p katta shartnomalar tuziladi, birgalikda hamkorlik memorandumlari tuziladi va birgalikda mintaqani o'sha ekologik holatini yaxshilash bo'yicha ishlar olib boriladi. Qanday yana qo'shimcha taqdimotlar qilinishi nazarda tutilgan? Har bitta davlat o'zini ekologik ekotizimidan kelib chiqqan holatdagi taqdimotlarni taqdim etadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish temasidagi mana mavzumda shu mavzuda ishtirok etaman va yangi texnologiyalar ishlab chiqarishga qanchalik ta'siri bor. G'ayrat aka, mana bu ko'rgazma, sammit yakuni bo'yicha o'zingiz aynan yo'nalishingiz bo'yicha qanday samaralarni kutyapsiz? Prognozlar qanday? Biz bu sammitdan o'zimiz sohamiz bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy qilsak, o'sha biz aytayotgan havoni tozalash masalasi. Bugun o'sha eng masala bo'layapti PM 2,5 miqdorini balandligi. Shuni oldini olish bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy etish maqsadida bularni kamaytirish imkoniyati bo'ladi. Birinchi erishadigan maqsadimiz shu bo'ladi. Va suv tozalash inshootlar quvvatini, samaradorligini oshiradigan texnologiyalarni ko'rishimiz va bu texnologiyalarni o'zimizning mamlakatda ham joriy qilish masalasini o'rganib boramiz va birgalikda shuni amalga oshirish mexanizmlarini nima qilamiz. Bundan tashqari yashillik qoplamalarni mintaqalar bilan birgalikda amalga oshirish masalasiga e'tibor bersak, bular bilan birgalikda hamkorlikda Qozog'iston tomonidan ham, Tojikiston va boshqa davlatlar tomonidan ham o'sha chang to'zonlarni oldini olish bo'yicha belbog'larimizni kuchaytirish, yashil belbog'larni u davlatlar bilan birgalikda hamkorlikda olib borish masalasi yo'lga qo'yiladi. Davlat rahbarlari bu masalaga e'tiborni qaratdimi? Bu albatta amalga oshiradi. Kelajakda bizdan o'sha toza havoni kutayotgan narsada kelajagimizda qo'llash imkoniyati bo'ladi. Bugun biz birgalashib hammamiz buni e'tiborni qaratmasak, havamizni tozalash imkoniyati ham pasayib ketadi. Shuning uchun bor imkoniyatlarni qilgan holatda, yangi texnologiyalarga yondashgan holatda, yangi imkoniyatlarni qidirgan holatda, sun'iy intellektga yondashgan holatda birgalikda mana shu narsaga yondashishimiz kerak.